Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Adin Expert'dan qanday qilib ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring hamda sizlarga bonuslik promokod ham taqdim etaman do'stlar. Videoga like bosib va videoni tomosha qilamiz. Xo'p, qaranglar, biz hozir mana ochilgan bor bizada. Bundan chiqib ketamiz. Albatta, yangi ochish uchun buni Telegram kanaldan ana shu Adin Expert prilojeniyasini yuklab olamiz jigarlar. Telegram kanalimiz video описаниесida bor jigarlar. Yuklab olib registratsiya tugmani bosamiz va ko'rganlaringizday telefon raqam orqali ro'yxatdan o'tamiz. Xo'p, telefon raqamini kiritamiz jigarlar va so'm turaveradi. Promokod degan joyga bonusli promokod kiritamiz. Adin Expert o'zini promokodi Adin Expert Pro promokodini kiritamiz va Casino va Adin X Games tanlaymiz jigarlar. Shundan so'ng mana bu yerda pastda 18 yoshdan katta ekanligimizni belgilaymiz jigarlar. Zaregistratsiya tugmani bosamiz va ozroq kutamiz. Biz mana bunday robot emas ekanligimizni tasdiqlashimiz kerak. Xo'p, tasdiqladik. Подтвердить tugmasini bosamiz va bizaga kod kelish kerak. Aynan mana shu kiritgan raqamimizga SMS kod keladi. Kod SMSni tanlaymiz jigarlar va kelgan kodni kiritamiz jigarlar. 5 ta raqam keladi. Va activate tugmani bosamiz jigarlar. Va mana ko'rganlaringizdek Adin Expert ochildi jigarlar. Bemalol endi bunga пополнить bo'limidan pul kirishimiz mumkin. Albatta bu oson pul kiritishlar. Mana ko'rganlaringizdek Humo, Uzcard hamma to'lov tizimi bor. Misol uchun mana Humoga bossangiz, sizga aytyapti mana 5000 so'mdan buyog'i ketaveradi. Xohlagan so'mmangizgacha deyapti. 20, 30 подтвердить tugmasini bosasiz albatta va misol uchun karta raqamingiz, o'sha karta raqamingiz kimning nomida ekanligi va srok godnost, ya'ni karta raqamida srogini kiritasiz jigarlar. Shu bilan qarabsizki, bo'ldi, shu bilan tayyor. Bemalol keyin slot yo kazino yoki futbolga pul tikib bemalol o'ynashlaringiz mumkin do'stlar. Albatta, videoga like bosib qo'yingizlar va kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna va qo'ng'iroqcha tugmani ham bosib qo'yishni unutmanglar jigarlar. Hammaga rahmat, hammaga omad.